egizak farzandlarga ega bo'lyapti mana bugun biz Turk Eko Klinikasidamiz. Bizi qizimiz mana shu yerga kelib, mana Xudo xohlasa natijalarini ko'rdik. Bugün BTCG sonucunuz çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Hamilesiniz. Allah tamamını olsun. Juda ham yaxshi natijalar. Allohga shukr. Shu yerda mehnat qilayotgan hamma vrachlarga, medsestralar, hamma xodimlarga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Ishoninglar, shu yerga kelinglar hammalaring. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Mana bular bor ekan, shularni yordam orqali mana qizimiz yana Xudo xohlasa egizak farzandlarga ega bo'lyapti mana. Umri bilan, oxiri bilan, mahkam bilan bergani rost bo'lsin. 1300 chiqqan, judayam zo'r. O'zi 2 nimadan 100 atrofida bo'lsa yaxshi deb aytamiz, lekin 1300. Ikkita embrion qo'yganmiz. Mashallah. Mana bularning muomalalarini ko'rsangiz, qanaqa kutib olishlarini bularni ko'rsangiz, xuddi biz mana kelib yurib opa singildek bo'lib ketdik. Shunaqangi muomalalar hammalariga rahmat. Boshliqlariga, mana Dildoraxonga juda ham katta rahmat bularga, hamma qizlarga, hammalari bir-biridan yaxshi muomalali insonlar ekan. Hammalaring kelinglar, adashmaysizlar shu yerga kelsalaring.